Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Payg'ambarimiz Rasuli akramga salatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdlar bo'lsinki, oxirgi paytda kishilarimiz o'z ustilarida ishlashga ko'p e'tibor bermoqdalar. Qiladigan murojaatlari, so'raydigan savollari shu haqda bo'ladi. Qayerdan boshlay, nima qilsam shaxsiyatim ustida yaxshi ishlagan bo'laman, o'zimga nima tavsiya berasiz, dugonalarimga nima tavsiya berasiz, farzandlarimga qanday narsalarni ravo ko'rasiz kabi murojaatlarni eshitib kelamiz. Hozir odamlarda odat tusiga aylanib boryapti va bu quvonchli holat. Har bir mavsumga alohida tayyorgarlik ko'rishadi. Misol uchun, qish mo'minning bahori degan ma'no mo'min musulmonlar orasida keng tarqalib, odat tusiga aylanib ulgurdi desak ham bo'ladi. Bu faslga alohida tayyorgarlik bilan kirib, uni unumli o'tkazayotganlar bor. Faqatgina qish fasliga tegishlimi bu narsa? Yo'q, hamma faslga tegishli bo'ladi. Hamma fasldagi imkoniyatlarga qarab inson o'ziga reja tuzishi mumkin. Shu jumladan yoz faslini qanday o'tkazamiz deb so'raydiganlar ham bisyor. Ayniqsa ayol qizlarimiz bu faslda o'ziga yarasha holatda bo'ladilar. Ya'ni ular oilaga ko'proq mas'ul bo'lganlari uchun, farzandlariga ko'proq mas'ul bo'lganlari uchun va yoz oyi ta'til bilan o'tgani uchun alohida tayyorgarlik ko'rishga kirishishadi. Tabiiyki, bu borada savol ko'payadi. Shuningdek, sir emas, oxirgi paytlarda vatandoshlarimiz, ayol qizlarimiz orasida kitobxonlik ham yaxshi shakllanib boryapti. Qanday kitoblarni o'qisak bo'ladi bu oyda deb so'rovchilar ham topiladi. Mana shu bir qancha so'rov, tavsiya so'rashlarni jamlagan holatda biz qadrdon opa-singillarimizga qo'ldan kelganicha o'zimizni tavsiyalarimizni bermoqchimiz. Yoz fasli kirib kelyapti. O'ziga yarasha ob-havo, ko'proq uyimizga, farzandlarimizga, oilalarimizga vaqt ajratadigan payt va bolalarimiz yozgi ta'tilda uyda bo'ladilar. Shundan kelib chiqib 3 oyga 3 ta kitobni tavsiya berishni ma'qul ko'rdik. Bu kitoblarimizni birinchisi Mukammal saodat yo'li. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh alayhining qalamlariga mansub. Ixtiyor qilishimizning sababi, bu kitobni o'qir ekansiz, o'zimizning islom dinini yana qaytadan taniymiz. Bilmaganlarimizni bilib olamiz, bilganlarimiz takror bo'ladi. Iymon masalalari juda chiroyli bunda yoritib berilgan. Kitobning uslubi baxt haqiqiy iymonda ekanligini ko'rsatib beradi. Iymonimiz qancha mustahkam bo'ladigan bo'lsa, saodatimiz shuncha mukammal bo'ladi. Odatda Hazratimizning kitoblari haqida so'rab, qaysi kitoblardan boshlaylik deyishadi. Ko'pincha tavsiyada iymon kitoblari aytiladi. Iymon kitobidan avval Mukammal saodat yo'li kitobini tavsiya qilamiz, chunki iymon kitobi biroz ilmiyroq, Mukammal saodat yo'li esa xalqchildir, uslubi osondir. Nafaqat ayol qizlarimiz, balki boshqa kitobxonlarimiz ham ayniqsa Hazratimizning kitoblarini hammasini o'qimoqni niyat qilgan bo'lsalar, rejada birinchi o'rinda mana shu kitobni qo'ysalar, keyin iymon kitobini yaxshi o'zlashtirish oson bo'ladi. Demak, aytganimizdek, inson bu dunyoga kelgandan keyin o'zini anglashi, alohida bo'lish kerak bo'lgan Robbiga nisbatan, diniga nisbatan, dunyoga nisbatan qanday o'rinda bo'lish kerakligi mana shu kitob orqali bildiriladi va chiroyli misollar keltirilgan iymon sohiblari haqida. Shu yuzadan kelib chiqib, birinchi o'rinda yozning birinchi oyida mana shu kitobni mutolaa qilsalar maqsadga muvofiqdir. Bu o'zimizni tartibga solishimizga katta imkoniyat beradi. Inson har qanday islohotlarni, tartib intizomlarni boshlaganda ishni avvalo o'zidan boshlaydi. Aynan mana shu kitobdan mutolaani boshlash mana shu maqsadimizga muvofiq keladi. Keyingi o'rinda ikkinchi oyni ayol qizlarimizga tegishli bo'lgan, har bir ayol qizimiz o'qishi kerak bo'lgan kitob bu hadis va hayot turkumidagi 25-juzi Nubuvvat xonadoni xonimlari haqidagi kitobdir. Nimaga aynan shu kitobni tanladik? Demak, ayol qizlar o'zlariga xos, ya'ni ayollikka xos kitob o'qishlarida
boshida mana shu kitob turadi. Chunki inson zoti borki, o'ziga go'zal namuna istaydi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, kichik bo'lsin, katta bo'lsin. Albatta, avvalo har bir mu'min musulmon uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam go'zal o'rnakdirlar. Endi ayollarga xos masala bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonlari, ayollari, xonimlari eng go'zal, eng a'lo o'rnakdirlar. U zotning azvojlari va u zotning qizlari, shuningdek xonadonlarga aralashib yurib, xuddi oiladek bo'lib ketgan ayollar eng go'zal o'rnak bo'ladilar. Ularni hayotlarini o'qib borar ekanmiz, o'zimizni tartibga solishimiz oson bo'ladi. Eng muhimi hozirgi paytda noyob bo'lib ketayotgan xislat sabr xislatiga ega bo'lishimizga yordam beradi. Ko'p o'rinlarda ta'sirlanamiz. O'zimizni ana shu maqbul bo'lgan qolipga solishga harakat qilamiz. Va nihoyat 3-oyni farzandlarimizga bag'ishlashimiz mumkin. O'zimizni tartibga keltirib olganimizdan keyin, go'zal o'rnaklarni olganimizdan keyin, demak e'tiborimizni farzandlarga qaratar ekanmiz. Albatta, farzand tarbiyasida avvalo kishi, tarbiya beradigan kishi o'zi tartibda bo'lishi lozim. Sog'lom bola kitobimiz ana shu farzandlarga e'tiborimizni to'g'rilab beradi. Unda bola hali dunyoga kelmasdan turib qilinishi kerak bo'lgan narsalar, mavzular haqida kitob boshlanadi. Mayli biroz muddat o'tib ketgan bo'lsa-da, lekin kelgan joyidan davom ettirib ketish maqsadida bu kitobdan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni farzandlarga qanday e'tibor beramiz? Jismonan beriladigan e'tiborlar bor, aqlan, ruhan, xulqan beradigan e'tiborlar bor. Mana shu kitobda juda go'zal tartibda keltirilgan. Endi yana farzand ko'rish niyatida yurgan, Alloh taolodan buni so'rayotgan yoki farzandni xushxabarini bilgan ota-onalarimizga ham aynan shu kitob tavsiya qilinadi. Aytganimizdek, hali farzand tug'ilmasidan turib e'tibor berish kerak bo'lgan mavzular bu kitobda chiroyli tartib bilan keltirilgan. Har bitta ota-ona uchun, ayniqsa onajonlarimiz uchun bu kitobni tavsiya qilamizki, albatta ichida bilmagan ma'lumotlarimiz ko'p bo'ladi. Bilgan taqdirimizda ham bilganlarimiz uchun takror va tartiblash uchun fursat bo'ladi. Sizga mana shu 3 kitobni o'qishni tavsiya qilgan holatda undagi gaplarga amal qilishni ham Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman. Shu qatorda yoz mavsumi, yoz oylari siz uchun o'ta manfaatli bo'lishini ham Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun tashakkur. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.